Barchaga salom, sizlar har doimgidek Abbos Vlogs kanali do'stlar. Bugungi roligimiz Telegramda mukammal bot yaratish haqida bo'ladi. Ya'ni kino bot, shunga o'xshagan bot haqida sizlarga ma'lumot berib o'tib ketaman va ko'rsatib o'tib ketaman qanday yozish haqida do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimal like bosib qo'yinglar va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obunani bosib qo'yinglar, chunki sizlar qidirayotgan foydali va content maker videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz do'stlar, unda biz videomizni boshladik. Telegramga kira olamiz. Telegramga kirganingizda mana men misol uchun bot yaratganman. Mana kino serial bot 3 kun oldin yaratganman. O'zim ham to'g'risi kinoga qiziqaman. Juda ko'p odamlar kino bot, serial bot tashlaydigan bot qilib yaratishni o'rgating deganda, hozirlarga oson yo'lni o'rgatib o'tib ketaman. Misol uchun mana bu men yaratgan bot. Botga misol uchun start bossanglar, mana asosiy menu chiqadi va mana yerda bo'limlar bor. Misol uchun kanal o'yini, misol uchun seriallar birinchi ba'zidan qattiq qismi tashlab bersa, o'sha serialda qismlarni tashlab beradi. Mana yerda esa ortga qaytsa, asosiy menyuga qaytadi yana bir 3 fasllari bor ana shunaqa. Mana shunday qilib yaratish xoslarga o'rgatib o'tib ketaman tezda. Xo'p, bizga kerak bo'lgan narsa endi biz srazi bot faziliga kerak bo'ladi. Bot fazilni yaxshi o'qib olib, screenshot qilib mana shuni qidirsanglar bo'ladi. Avtomatik chiqib keladi. Galchkali bot. Va boshlashni bosamiz. Bu yerdan biz mana menyuni bosib, ne botda bosamiz. Bot qaysi bot yaratmoqsiz? Botingizda username, tepadagi username kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu bo'lma, ya'ni kino serial bot deb qo'ygan, shu joyga birinchi qatorga nima yozamiz? Misol uchun kino serial yana bot deb qo'yaman, qo'shib qo'yaman misol uchun. Va rahmat dedi, zo'r dedi. Endi botingizga silka tanlanglar. Botning silkasi mana bunaqa bot silka tanlang deyapti. Mana biz bu yerga kino joy tashlab serial nomer 2 bot. Misol uchun endi bu yerga o'zlaringiz username tanlaysizlar qidiruvga, global qidiruvga chiqish uchun yaxshiroq username qo'yasizlar. Men misol uchun ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Va bu yerda mana kino serial nomer 2 bot mana yubordik. Ajoyib deyapti. Endi botingiz tayyor bo'ldi. Mana bot ustiga bitta silkasiga bossak, botimizga o'tamiz. Mana botimiz endi hozircha hech nimasi yo'q, tayyor bo'ldi. Endi biz yana botga qaytib, mana bot fazilga menyuni bosib, my bots bo'limi bor, my bots bo'limini bosamiz. Mana botimizga kirib olamiz va edit botni bosamiz. Va bu yerda edit name bor, edit about, edit description, mana shu bo'limlar bor. Edit name'ga tegmaymiz, chunki mana bu botda kinoda ustidagi bo'lim mana bu kino serial bot. Username o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Bizga hozir bu kerak emas, bizga edit about kerak. Edit about bo'lmasa, botingizda mana bu yerdagi biosi, qo'ymoqchi bo'lgan biosi. Misol uchun qanaqa bio qo'ymoqchisiz? Misol uchun men eng sara seriallar va kino bot. Misol uchun yozib qo'yib, eng sara seriallar va kino bot. Bo'ldi, yuborib qo'ydim. O'zlaringiz tanlaysizlar bu yerga biosiga nima qo'ymoqsiz, matn qo'yasizlar, chiroyli qilib. Mana qo'yib tursizlar, eng sara serial va kino bot. Bo'ldi, shu yerda bios o'zgardi. Endi bu yerdan biz, ya'ni Bask 2 ni bosib olamiz. Va bu yerdan biz bot settings bo'lim edit bot yana bosib olamiz. Va endi biz edit description bo'lim bor. Edit description bo'limi mana bu yerdagi menyusi, mana bu yerda hozir bir daqiqa mana bu yerda ko'rinib turadigan bo'lim, mana bu yerda hozir yo'q, bu yerda hech nima yo'q. Hozir shu yerga nimadir qo'yamiz. Xo'p, accent the description for the bots deyapti. Bu yerga misol uchun botimizga xush kelibsiz. Aslo sevgisiz. Start. Bosing. Misol uchun mana yozib qo'ydim. Bo'ldi, mana mana tasdiqlandi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir bir daqiqada tasdiqlanadi. Yo'q, chetda o'zgarmadi nimaga? Bask 2, edit bot, edit description. Edit about o'zgartirdim desa, mana endi o'zgardi. Botimizga xush kelibsiz. Aslo zekmi start bosing. Mana bitta bosadi. Botingizga avtomatik start bosadi. Mana endi qiladigan ishimiz bu yerda endi edit description pictures. Ya'ni pictures nima bu? Botda mana bu yerdagi rasmi, qalamingizdagi rasmi. Buni hozir to'g'rilab o'tamiz buni ham. Xo'p, bu yerda rasmlarni qayerdan olamiz? Siz qanaqa bot ochmoqchisiz? Misol uchun taksi bot ochmoqchisiz, misol uchun yoki kino bot ochmoqchisiz. Men hozir kino bot ochayotganim uchun kino temada qidiraman. Misol uchun Google ga kirasizlar, kino foto deysiz, mana qidiruvga berasizlar.
Berganingizdan so'ng esa sizlarda mana bu yerda shunaqa rasmlar chiqadi. O'ziga yoqqanini tahrirlab olasiz yoki o'zingiz montajchi bo'lsa, o'zi yaratib qo'ysa ham bo'ladi. Misol uchun, qanaqadir programma orqali mana shunaqa fotolar yaratsa bo'ladi. Bu hozir Google dan olyapmiz. Mana yuklab oldik rasmni. Endi biz mana bu yerga kiramiz. Bot Fazerga va bu yerdan biz Edit Description Pictures bosamiz. Bu yerga mana so'rayapti. Bu xohlagan rasmni yuklab olib, bu botga yubora olmaysiz. Sababi bor. Nimaga desanglar, ya'ni buni fayl ravishda, ya'ni o'ziga kerakli piksel ravishda yuborish kerak. Mana misol uchun biz agar siz rasm yubormoqchi bo'lsangiz, 640 360 piksel ravishda yuborishingiz kerak. Men hozir bu yerda piksel ilovasi kerak bo'ladi. Piksel ilovasiga kirib olaman. Xo'p, qalamchi. Mana plus bo'lim bosamiz va from gallery bo'lim bor. Bu yerda mana botimiz bor. Botimiz deb rasmlarimizni qo'yib olamiz. Misol uchun mana shu rasm tanladik. Men bu rasmni qo'ymoqchiman. Xo'p, mana. Va bu yerda endi biz rasm qo'yganimizdan so'ng to'g'rilab mana bu yerda 3 ta menyu bor va bu yerda transparentni bosamiz. Bo'ldi, mana yuborildi. Endi tepada saqlancha bor. Va save as image bosamiz va bu yerdan biz beautiful bor. Mana beautiful bo'lsa bitta bossak, kostyumga o'tkazib olamiz. Bizda botda nimaga yuborish deb aytib o'tilgan 640 360 format yuborilsin deyapti. Mana 640 ga 360 save to gallery. Bo'ldi, bu yoqqa reklama olib ketdi. Xo'p, endi bu yerda biz yaratgan botimizni bu yerga yuboramiz. Mana tasdiqlandi dedi. Menimcha xunuk bo'lib qoldi adashmasam. Mana xunuk bo'lib qoldi. Bu yerda rasm fayl ravishi to'liq ravishda yuborilishi kerak. Hozir sizlarga buni ham ko'rsatib o'tib ketaman, qanday yuborishdi. Misol uchun buni yuklab ko'raylik-chi. Xo'p, piksellab 1 daqiqa videoni pauz qilaman, ko'payib ketyapti. Va mana do'stlar, rasmni katta qo'yish kerak. Menimcha xunuk bo'lib qolarkan bo'lmasa, mana bu yerda transparent bo'lim bosamiz yana. Va saqlancha bo'lim bor, save to as image bor. Custom tak 640 ga 360 Savage gallery. Qaytamiz yana. Endi biz bot fazerga kirib, boshqatdan bu narsani yuborib ko'ramiz. Qanaqa chiqar ekan. Edit bot, edit description pictures va bu yerda yuboramiz. Use success dedi. Mana endi chiroyli bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Rasmni katta qilib qo'ydik. Kichkina bo'lmas ekan. Rasmni kattalashtirib qo'ysangiz, o'sha faylga yuborsangiz, mana rasmingiz chiroyliroq chiqadi, to'g'rirog'i. Endi biz yana botga qaytib olamiz. Bot ochishi o'ziga ham juda ham ko'p vaqt ketib qolyapti va tak, endi bu yerdan biz tezda ko'rsatib o'tib ketaman yana. Xo'p, edit bot pic. Endi edit bot pic, bot rasmi, ya'ni bot polni rasmi. Bot polni rasmiga nima yuboramiz? Tak. Kelib boya yuklab olganimizni yubordik. Mana buni, mana shuni yuboraylik. Mana success dedi. Botimiz rasmi o'zgardi. Mana. Botimiz tayyor. Botimiz почти bunday hisoblasa, birinchi bo'lma tayyor bo'ldi. Endi biz yana ortga qaytamiz va bu yerdan biz bo'ldi, menimcha adashmasam, basic to bot, edit bot. Xo'p, bu yerda bitta bo'lim qolib ketdi. Edit commands bo'limi, ya'ni botda mana bu yerda komanda qo'shishingiz kerak. Misol uchun, xo'p, start joyimiz botni qayta ishga tushish. Mana o'zgardi. Mana bu yerda mana siz menyu ko'rasiz hozir 1 daqiqadan so'ng. Xo'p, hozircha o'zgargani yo'q. Mana bu yerda bo'lim o'zgaradi. Videoni pauza qilib turing. Xo'p, mana pauza qilish bilan o'zgardi. Mana menyu bo'limi ochildi. Bitta bosadi. Mana bot qayta ishga tushirish. Bitta bosadi. Start. Ya'ni asosiy menyuga qaytadi agar botga nimadir ulamoqchi bo'lsa. Botimiz mana tayyor bo'ldi desa, mana shunday holatda ochiladi. Endi biz botimizga menyu deymiz. Xo'p, bizga endi kerak bo'lgan qidiruvga menyu deymiz. Menyu builder mana bot chiqib keladi. Bu yerga start bosamiz. Mana start bosganimizdan so'ng esa botimizga yana menyusi bor. Botlarni boshqarish. Menyu bot qo'shish. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Botingizga IP-sini yuboring deyapti. Ya'ni bot ochgan boyagi IP-ni qayerdan olamiz desalar, mana bizda bosib my bots, kino bots va mana bu yerda IP token bor. IP token mana ko'rgan bo'lsanglar, bitta bosamiz. Xo'p, bu yerda ustiga bitta bossak, saqlansa qilinadi va menyu builderga yuboramiz.
Mana botimiz qo'shildi. Endi botimiz muvaffaqiyatli yaratildi. Mana botimizga qaytamiz. Mana bitta menyusiga bosib, start qaytasiga tushish bo'lsangiz bo'ldi. Mana botimiz ishga tushdi. Ya'ni menyu builder qo'shdik. Endi biz komanda yaratishimiz kerak. Mana bu yerdan edit button editors add button bor. Botimizga endi menyu qo'shishimiz kerak. Misol uchun nima qo'shmoqchimiz? Kelib bitta kinoni qo'yamiz. Qanaqa kino? Misol uchun serial. Misol uchun Kalmar serial. Misol uchunda birinchi qism qo'ymoqchi bo'lsangiz, misol uchun. Yo'q, Kalmar serial. Yo'q, Kalmar birinchi fasl. Mana yubordik. Botimiz mana uje mana start bossak qayta ularga masalan obunachilar faqat mana shu bo'lim ko'rinadi. Sizlarga adminlarga esa mana admin narsalarni o'zgartirish ko'rinadi. Obunachilarga mana shu bo'lim ko'rinadi. Mana Kalmar birinchi fasl. Misol uchun bitta serialli fasl tashlamoqchisiz. Misol uchun bitta kino tashlamoqchisiz. O'shani faslli, ya'ni birinchi, ikkinchi qismlari bor. Buni ichiga menyu qo'shamiz. Misol uchun mana bitta yaratdik, Kalmar to'g'rimi? Endi biz yana bitta edit buttonni bosamiz. Ustiga bitta bosamiz. Yana ustiga bitta bosamiz. Mana ichi ochiladi. Birinchi fasl ichi ochiladi. Add buttonni bosamiz. Bu yerga misol uchun birinchi qism yuboramiz. Mana yubordik. Endi bu yerda birinchi qism yubordik. Endi bu yerda post editor bo'limi bor. Birinchi qism ustiga bitta bosamiz va add messages bo'limi bor. Qo'shamiz. Ya'ni bu yerda mana bu botdan misol uchun narsa o'g'irlaymiz kelib. Birinchi qism. Iloji boricha shu plus rasmiy Telegram ishlatmaylar, chunki bularda bunaqa malasiz yuborish huquqi yo'q. Yokida yuborib ko'ramiz misol uchun. Xo'p, birinchi Telegram yoki saqlanishga kirib olasiz. Mana endi yubordik, misol uchun tayyor bo'ldi. Misol uchun biror kanaldan o'g'irlamoqsiz, video qo'rqmang. Botga uncha spam bermaydi, uncha qiyin. Kanallarga berish oson, lekin botga berish qiyin. Bot ko'p chiqishi ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun mana misol uchun bitta kanaldan video o'g'irladingiz. Mana endi bu yerda kino o'g'irladingiz. Misol uchun silkasi bo'lsa tagida ustiga bitta bosib, misol plusdan ishlatayotgan bo'lsa tahrirlashni bosib, silkalarni o'zi o'chirib, o'zi silkasi qo'yib qo'ysangiz bo'ladi kanalingizga. Va bu yerda ma'lumsiz yo'naltirish bor. Bu yerga yuboramiz. Mana tayyor bo'ldi. Qayta start bosamiz. Endi bu bo'limlar obunachilarga ko'rinmaydi, faqat sizga ko'rinadi. Mana shu tashiyotgan narsalar bor, mana bu tashiyotgan narsalar. Xo'p, mana endi Kalmar birinchi fasl ustiga bitta bossak, mana birinchi qism. Mana birinchi qism tayyor uje. Ko'rasizlar, mana shu holatda ochiladi. Yana qaytamiz, editor buttons. Tak, birinchi fasl bo'lsa, endi bu yerga ikkinchi fasl qo'yamiz. Ikkinchi fasl. Kalmar. Shu. Tak, tayyor bo'ldi. Mana ikkinchi fasl. Bu yerda endi biz mana bu pastga tushiramiz. Bu yerga bunday o'tkazib qo'ysak, mana birinchi, ikkinchi fasl. Bo'ldi, mana shunday holatda ochiladi. Kela hozir endi bu botda men o'zimning akkauntimni kirib ko'rsatib o'tib ketaman, qanday tayyor bo'layotganini. Mana endi hozir biz boshqa akkauntda, ya'ni obunachi bo'lgan holatda akkauntdan kiryapmiz. Mana boshlashni bossak, mana Kalmar birinchi fasl, ikkinchi fasl. Bitta ustiga bossak, mana Kalmar birinchi fasl, birinchi qism. Bu yerga qo'shib ketaverasiz. Birinchi qism misol uchun bitta tashlasak, mana bizga o'sha serialni tashlab beryapti. Bu yerda endi biz to'g'rilab olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, birinchi fasl. Stop editor. Yana masalan bu yerda editor buttons bosamiz va bu yerda Kalmar birinchi fasl. Ustiga yana bitta bosamiz, ichiga o'tamiz. Mana ikkinchi qism qo'shib ketaveramiz. Mana bu yerda ikkinchi qism. Qarshi do'stlar, mana shunday holatda sizlar ham bot yaratib berasizlar, yaratib mana shunaqa bot qilib olsanglar bo'ladi. Mana misol uchun men o'zim yaratgan bot, mana ko'rib turibsizlar, chiroyli dizayn bo'yicha chiqqan. Mana 6-qism, misol uchun seriallar tashlab beryapti. Mana menga bu yerga olib qismdan qo'shganim yo'q. Mana shunday holatda kino bot yaratsanglar bo'ladi. Endi bunga majburiy a'zolik bo'lim qo'sha olmaysizlar. No tarafi shu. Majburiy a'zolik kanal. Buning uchun ichiga pul sotib olishga, Prime sotib olishga shunday holatda sotib olasizlar, faqat. Xo'p, endi bu yerda nima qo'shmoqchisiz? Misol uchun bu yerda obunachilar ko'rmoqchi bo'lsanglar, botda obunasi, mana oylik obunachilar yo'q, ko'pchilik tushunmaydi. Bot ustiga kirasizlar, mana bu yerda qalamcha bor. Qalamchasiga bitta bossanglar, mana bu yerda hamkorlik dasturi bor. Hamkorlik dasturini mana bu yerda bitta yo'qasizlar. Misol uchun 5.5 ga qo'yib bitta dasturni boshlash bo'ldi. Hamkorlik bot ochildi. Endi obunachilar start bosib ko'paygandan so'ng mana bu yerda obuna bo'lim ko'payib turadi. Ya'ni 1-2 haftada, bir haftada obunalar ko'rinib turadi. Ya'ni obunachi nechta obunachi start bosgan.
botingizni ishlatyapti yokida mana bu yerni tekshirishingiz mumkin. Menu bossanglar, stop editor, admin bo'lim bor va bu yerdan statistika bo'lim bor. Statistika bo'lim orqali sizlar tekshirib tursanglar bo'ladi. Nechta odam bu yerda tekshiryapti, ya'ni obuna bo'lgan nechta odam kuzatyapti. Bugungi video shunday iboratda. Video yoqqa bo'lsa videomizga maksimalniy like bosinglar va xudo xolasa men 30 mingta bo'lishim bilan sizlarga o'rgatayotgan bot juda ham oson bot yaratish bo'yicha. Xudo xolasa 30 mingta bo'lsak, men endi qiyinlarga o'taman, ya'ni kodli botlar yaratish haqida bo'ladi. Makerlik, kodli bot, nakurtka bot, taksi bot, ya'ni kino kodli bot, har xil bot yaratish haqida o'rgataman. Bu juda ham qiyinroq, lekin sizlarga oson ravishda tushuntirib o'tkaman. Faqat biz 30 mingta bo'lishimiz bilan men bunaqa yo'nalishlarga o'taman. Sizlar bilan yaqinda qachida boss vlogs kanali bo'ldi. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.